أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maide Suresi 5. Nihoyat shafqatlik, to'liq mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Maryam o'g'li Isa alayhissalom ilgirki payg'ambarlarga o'xshashli bir payg'ambardir. Uning onasi nihoyat rostchil ayol edi. U ikkisi boshqa insonlarga o'xshashli tomoq yeyishga muhtoj edi. Yashash uchun tomoq yeyishga ehtiyojli bo'lgan biri hargizmi iloh bo'lanmaydi. Ey payg'ambar, ashu kofirlarning ahvoliga qarab o'ylab boqqin. Biz ularga Allohning bir ekanligiga dalolat qiladigan, ularning ba'zi payg'ambarlarni iloh qilib olishining ozg'unlik ekanligini isbotlaydigan dalil paketlarni to'liq bayon qilib berdi. Ahvol shundoq tursimi, ularning biz yetaklagan haqiqatdan qandoq bosh tortayotganligiga qarag'in. Ey payg'ambar, ashu kofirlarga aytqinki, sizlar qandoqlarcha sizlarga foyda yetkazmaydigan, sizlarni ziyondanmi to'sib qolmaydigan narsalarni ibodatda Allohga sherik qilib olasizlar. Allah bandalarining gap so'zlarini anglab turg'uchidir, ularning amallarini bilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, xristianlarga aytqinki, İsa to'g'risidagi e'tiqodinglarda haqiqatdan chatnab ketmanglar. Yahudilarga o'xshashdan ishida o'zinglarning nafsi xohishiga ergashmanglar. Yahudilar o'zlarining nafsi xohishiga ergashib ozg'unlikqa petib qoldi. Ular o'zlari ozg'anni oz degandek nurg'un kishilarni ozdirib kofir qilaverdi. Natijada hammasi to'g'ri yo'ldan ezib ozg'unlik yo'liga kirib ketdi. Alloh taolo Isroil avlodi ichidan chiqqan kofirlarga qilmishlari tufaylidan Davud alayhissalomga nozil qilingan Zaburda va Isa alayhissalomga nozil qilingan Injilda la'nat qilganligi va ularni o'z rahmatidan yiroq qilganligi haqida xabar berdi. Chunki ashu Yahudilar ochiq-oshkora yomon ishlarni qiladi. Yomon ishlarga rozi bo'lib sukut qiladi. Ular bir-birini hech qanday yomon ishdan to'simaydi. Mana bu ularning yomon amallari bo'lib, ular mushu yomon amallari sababli Allohning rahmatidan qo'g'ilishga tegishli bo'ldi. Ey payg'ambar, ashu Yahudilarning nurg'unlarining mushriklarni do'st tutganligini ko'rasan. Ularning bu qilmishi nima degan yomon? Ular mushu qilmishi sababli Allohning g'azabiga uchradi va mangulik do'zaxda qilishga tegishli bo'ldi. Mushriklarga yordam qilayotgan ashu Yahudilar agar Allohga, uning payg'ambari Muhammad alayhisalomga va Alloh uningga nozil qilgan Qur'onga iymon etgan bo'lsa edi, ular hargizmi kofirlarni o'zlariga do'st va yordamlashguchi qilolmagan bo'ladi. Lekin ularning to'lisi Allohga va payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortquchilardir. Ey payg'ambar, sen Yahudilar bilan mushriklarning sana iymon etgan va sana ergashgan mu'minlarga eng ashaddiy dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu ashu Yahudilarning haqovurligi, inkorchiligi va haqiqatni ko'zga ilmasligi tufaylidan edi. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bundaq bo'lishi ularning ichida o'z diniga sodiq ulamolarning, ibodat bilan bo'ladigan rohiblarning bo'g'anligi va ularning haqiqatni qabul qilishdan bosh tortmaydiganligidandir. Ana shular Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini e'tirof qilgan va uningga iymon keltirgan kishilardir. Ularning musulmonlarga eng yaqin ekanligining dalili shuki, ularning ichidagi bir firqa kishilarning Qur'on oyatlarini anglagan chaqda uning Alloh tarafidan nozil qilingan samoviy kitob ekanligini bilganlikdan ko'zlaridan yosh quyilib ko'rasan. Ular Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan kishilar bo'lib, ular Allohga iltijo qilib, o'zlarini Muhammad alayhissalomning ummati qatorida qiyomat kunida boshqa ummatlarga guvoh bo'lish sharafiga ega qilishini tilaydi. Ular deydiki, bizning Allohga iymon keltirganligimiz, Muhammad alayhissalomga Allohdan kelgan haqni qabul qilganligimiz, Rabbimizning bizni oxiratda itoatman bandalari qatorida jannatga kirgizishini umid qilganligimiz qandoqmi malomatga tegishli ish bo'lib qolsin. Ularning o'z iymoni bilan iftixorlanib aytgan so'zlari va Allohning itoatman bandalari qatoridan bo'lishni tilaganliklari yuzasidan Alloh ularni qasrlarining va dal-daraxtlarning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu turadi. Mana bu ularning so'zda va amalda samimiy bo'lib, mukammal ish qilganligiga beriladigan mukofotdir. Allohning bir ekanligini, Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini va biz payg'ambarlarimizga nozil qilgan oyatlarimizni yolg'on deganlarga kelsak, ana shular do'zax ahlidir, ular do'zaxda mangu qoladi. Ey iymon etganlar, Alloh sizlarga halol qilgan pok yemak-ichmaklarni, ayollarga uylanishni o'zingizlarga harom qilib olmanglar.
Bunda qısanglar Allah bergen kengchilikni tarlashtirib olgan bo'lasizlar. Allah belgilagan chekdan oshmanglar. Chunki Allah chekdan oshquchilarni yoqtirmaydi. Ey mu'minlar, Allah sizlarga rizq qilib bergan halol, pok narsalardan yanglar. Allah'ның buyurganlarini o'rindash, to'sqanlarni tashlash bilan uningga taqvodorlik qilinglar. Chunki sizlarning Allohga bo'lgan iymoninglar Allohdan qo'rqishinglarni va Allohning sizlarni kuzatib turadiganligini astin chiqarmasliginglarni taqozo qiladi. Ey musulmonlar, Allah sizlarni qasam qilishni maqsad qilmagan holda vallohi deganga o'xshash qasam so'zini aytganinglar sababli javobgarlikka tortmaydi. Lekin rasmiy qilgan qasaminglar uchun sizlarni javobgarlikka tortadi. Rasmiy qilgan qasamni buzsanglar, Allah buning gunohini o'zi buyurgan ba'zi ishlarni qilgan kishidan mag'firat qiladi. Masalan, oilanglardagilarga beradigan o'rta darajalik tomoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirish yoki ularga bir qurdan kiyim berish va yoki bir qulni ozod qilish qatorliqlar. Ya'ni qasam qilib, qasamida turolmagan odam mushu 3 ishning birini qilish orqali qasamni buzganligining gunohidan qutuladi. Kimki bundaq qilishga kuchi yetmasa 3 kun ro'za tutishi lozim. Mana bu sizlar qasam qilib buzib o'tgan qasaminglarning kaforatidir. Ey musulmonlar, qasaminglarga rioya qilinglar. Ya'ni qasam qilmanglar. Agar qasam qilsanglar, uningga vafo qilinglar. Qasaminglarni buzib o'tgan ahvolda yuqorqi 3 ishning birini qilib kaforat to'langlar. Allah sizlarni islomga hidoyat qilganligiga shukr qilsin deb dinning ahkomlarini bayon qilib bergandek, qasamning hukmini ana shunday bayon qilib beradi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Aroq ichish, qimor o'ynash, mushriklar iloh deb tiklab olgan narsalarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal selish qatorliqlarning hammasi shaytonning ishi, paskina qiliqlardir. Jannatga erishishinglar uchun bu gunohlardan yiroq turinglar. Shayton sizlarga aroq ichish, qimor o'ynash qatorliq gunohlarni chiroyli ko'rsatish orqali oranglarda dushmanlik, o'shmanlikni tug'dirmoqchi, sizlarni mas qilish, qimor bilan mashg'ul qilib qo'yish orqali Allohni yod etishdan, xususan namozdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar amda haroq bilan qimordan darhol yininglar. Ey musulmonlar, qilishga tegishlik va qilmaslikka tegishlik barliq ishlaringlarda Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Allah buyurganni qilib, to'sqanni tashlanglar. Allohdan qo'rqinglar. Uningga osiylik qilishdan hazar aylanglar. Agar sizlar Allohga itoat qilishdan bosh tortib, Allah to'sqan ishlarni qilsanglar, bilinglarki, elchimiz Muhammad alayhisalomning mas'uliyati faqatla dinni tushunishlik qilib yetkazishdir. Haroq harom qilinishdan ilgari haroq ichgan kishilar agar haroq ichishni va barliq harom ishlarni tashlab iymon etsa va shu iymonning rostligini isbotlaydigan yaxshi amallarni qilsa, ondan haromdan davomli saqlanib, iymonida ching tursa va Allohning ularni kuzatib turayotganligini esidan chiqarmay, Allohni ko'rib turgandek amal qiladigan bo'lsa, ular ilgari haroq ichganligi sababli gunohkor bo'lmaydi. Alloh qitir qilib, ixlos bilan amal qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Hech qanday odam bo'lmagan xilvat joylardami Allohdan qo'rqadiganlarni ayirish uchun Alloh cho'qim sizlarni ihrom bog'liqlik chig'inglarda ovlashdan, hatto qo'linglar va nayzanglar bilan osonli o'g'lig'ili bo'ladigan o'nimi o'lashdan man'iy qilish orqali sinaydi. Kimki bu bayondan keyin haddidan eshib, o'zi ihromda turib ovlaydi ekan, u qattiq azobga tegishli bo'ladi. Ey Allohga, Allohning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar hajga yoki umrga ihrom bog'lagan yoki haramning chegarasi ichida turgan chig'inglarda quruqliq hayvonlarni o'ldirmanglar. Sizlardan kimki biri quruqliq hayvonini qasddan o'ldirdi ekan, buning jazosi oranglardan adolatli ikki kishining baholishi bilan to'ga, kala va qo'y qatorliq chorvalardan yiliqi o'ldirilgan o'g'i tangdosh keladigan birini Kabe'ga ip berib bo'g'izlab Makkaning peqirlariga tarqitib berishdir yoki uning qimmatiga oshliq setib olib, haramning peqirlaridan har bir peqirga bir sodin tarqitib berish yoki har bir peqirga beradigan oshliqning o'rniga bir kundan ro'za tutishdir. Allah bu jazoni yuqorqi qilmishning gunohini yuyish uchun farz qildi. Ihromda turib quruqliq hayvonlarni ovlash harom qilinishdan ilgari o'g'ilganlarning qilmishini Allah afo qildi. Kimki bu ishning harom qilinganligini bilib turib qilsa, u o'zini Allohning jazosiga tutgan bo'ladi. Allah kuchlikdir, podshohligida g'olibdir, amriga osiylik qiluvchilarni xohlagan chaqda jazolag'uchidir. Allohning ishiga hech kim to'sqinlik qilolmaydi.
Ey musulmonlar, Allah sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlarini tutishni va yeyishni halol qilib berdi. Allah sizlarga haj yoki umra qilish uchun ihrom ichida bo'lgan cheg'inglarda quruqliq hayvonlarni ovlashni harom qildi. Qiyomat kuni hisob maydoniga to'planganda azobdan saqlanishinglar va Allohning katta mukofotlariga noil bo'lishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Allohning buyurganlarining hammasini o'rindanglar. Allah to'sqan ishlarning hammasidan yiroq turinglar. Allah bandalarga ato qilgan ne'matlarni eslatudiki, Allah hurmatlik uy Ka'bani ularning dinining tutqusi, ularning hayoti uchun omon joy qilib berdi. Allah bandalarga ato qilgan ne'matlarni eslatudiki, Allah hurmatlik uy Ka'bani ularning dinining tutqusi, ularning hayoti uchun omon joy qilib berdi. Chunki ular Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirdi. Allah buyurgan farzlarni o'rindadi. Allah urush qilish cheklangan oylarda zo'ravonlik qilishni, urush etishni harom qildi. Shunga bu oylarda hech kimga chiqilinmaydi. Allah yana haramga opirib qurbonlik qiladigan mollarga, bu mollarning qurbonlik mollar ekanligini bildirib bo'yniga esib qo'yilgan bo'yinchoqlarga chiqilishni harom qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini biladiganligini va Allohga hech qanday narsaning maxfiy emasligini bilishinglar uchundir.